Qurbon hayitiga yaqin qoldi. Qurbonlik so'yishlikka ko'pchilik harakat qilayotgan vaqtlar bir tushuncha bor. Mendan so'rashadi, biz oilamizda kattamiz, dadam oilamiz nomidan shu kishi so'yaveradi deydi. Ha, deyman. Odatda shunaqa, bir kishi nomidan so'yiladi. Shu qurbon degan so'zni bir o'rganib ko'rishimiz kerak. Qurbon degan so'z, arabcha so'z, yaqinlashishlik degan ma'noni anglatadi. Yoki bo'lmasam, men senga o'zimni qurbon qildim degan so'z bor-a? Men senga o'zimni bag'ishladim. Bag'ishlashlik shunaqaki, men seni yaxshi ko'raman emas, men sen uchun o'laman degan. Birinchi mana shu ishni Ibrohim alayhissalom qilganlar. O'zidan ko'ra ham yaxshi ko'radigan farzandini qurbon qilganlar. U kishi shuncha yil farzand ko'rmasdan qarib qolganda bir farzand ko'rdilar. Alloh in'om qilib farzand berdi, men sizga hadiya qildim deb berdi. Shunaqa qadrdon, shunaqa aziz farzandini Alloh uchun qurbon qilganlar. Men o'zimni qurbon qilaman senga, farzandimni qurbon qilaman degan so'zdan olingan. Qurbon shunaqa narsa. Kim shu Ibrohim alayhissalomni farzandini qurbon qilayotganda Alloh bitta qo'y jo'natdi-ku. Kim Ibrohim alayhissalomda sunnati ekan deb qurbonlik qilsa, o'zini yoki farzandini qurbon qilgandek bo'ladi. Men senga jonim fido bo'lsin degani bo'ladi. Alloh taolo aytadiki, sizlarni so'ygan narsalaringni na qoni, na go'shti menga yetib kelmaydi. Valakin yanaluhu taqwa minkum. Lekin sizlarni kimliklaringiz yetib keladi. Odam qurbonlik qilishdan maqsadi o'zini kimligini bildirib qo'yish. Biz tomonlarda qo'ylar katta bo'ladi, 30 kilo, 40 kilo bo'ladi. Bitta qo'y so'yib olib so'yib yorishlik juda qiyin. Odamlarda ham tushuncha borki, katta qo'y so'yishing kerak deydi. Bizda shunaqa, lekin boshqa joylarda qo'ylar katta bo'lmaydi. 8 kilo, 10 kilolik qo'ylar bo'ladi. Hamma joyda shunaqa qo'y so'yiladi odatda. 8 kilo, 10 kilolik qo'yni hamma so'ya oladi. To'g'rimi? Faqat niyat bo'lsa, men qurbonlik kunlarida bitta qurbon qilaman. O'zimni kimligimni bildirib qo'yishim kerak. Alloh taolo aytadi, o'zingni kimligingni bildir menga shu kunlarda deydi. Bizda bir tushuncha bor, siz qurbonlik so'yasizmi desangiz, yo men uncha qodir emasman, o'zi sal faqirroqman deydi. Qurbonlikni faqat boylar so'yish kerak degan tushuncha bor. Boylar so'yish kerak, boylarga vojib, boylarga sunnat. Payg'ambarimiz alayhissalom faqir yashaganlar. Oysha onamiz aytadilar, oylab qozonga bir narsa soladigan narsam bo'lmagan men deydilar. Oysha onamizni jiyanlari bo'lardi. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu, Asma onamiz o'g'illari, shu kishi xolalardan so'rayaptilar, xola, sizlar oylab bir narsa yemasalaring Rasululloh turardi. Sutdan berardim Rasulullohga. Yoki xurmo bilan suv ichardi dedilar. Shu odam qurbonlik kelsa hech qachon bitta qo'y so'ymaganlar. Bitta qo'y so'yar ekanlarda, ey Alloh, buni Muhammad va uning oilasidan qabul qil derkanlar. Yana bitta qo'y so'yar ekanlarda, ey Alloh, buni Muhammadning ummatidan qabul qil derkanlar. Siz ko'rganmisiz? Bitta odam qurbonlik so'ysa-da, ey Alloh, buni men va oilamdan qabul qil desa-da, yana payg'ambarim Muhammaddan qabul qil deganini ko'rganmisiz? Shunaqa demaydi bu ummat. Shunaqa muhabbatli bo'lish kerak. Bu odam shunaqa muhabbatli bo'lib o'tib ketdilar bizga. Odamlarimiz bor. $1000, $2000 ular uchun og'ir narsa emas. Bu $1000 ga bitta mol olsin. Rosa katta mol beradi. $500 ga ham bersa kerak. Bitta mol olib 7 ga bo'lsin. Bittasi dadamdan, onamdan, ayolimdan, o'zimdan, ikkita o'g'limdan 7 kishining nomini sanab qurbonlik qilsin. 7 u ham Allohga yaqin bo'lsin.
Odam shuni xohlamaydimi? Shunaqa himmatli bo'linglar. Uni go'shti esa Alloh aytadi. Go'shti menga kerak emas, qoni ham menga kerak emas. Shuning uchun uni go'shtini hech kim taqsimlamagan. Hammasini o'zingiz xolodilnikka bosib qo'yavering. Qo'y so'yayotgan odamlar, farzandlar, jiyanlar, aka-ukalar ko'p bo'lsa, shundaycha muzlatib, tuzlab qo'yaversin. Oylab yeyish mumkin. Rasulullohdan so'rashgan, shuni qancha yesak bo'ladi? 1 yil yeyaverasan deganlar. Bizda qurbonlik qildi deganda ziyofat qildi deb tushunadi. Yo'q. Ziyofat emas, ziyofat qurbonlik emas. Qurbonlik Alloh uchun o'zingizni kimligingizni bildirib, bir jonliqni so'yib qonini oqizib yuborish. Rasululloh aytadilar, shu oqqan qonni birinchi tomchisi yerga tushganda Alloh sizni avf etib yuboradi. Hamma gunohingizni kechirib yuboradi deydi. Shunaqa ajoyib narsa bu. Shuni qilasiz, go'shtini xohlasangiz hammasini o'zingiz yeysiz, xohlasangiz faqirlarga hammasini tarqatib berasiz. Unaqa emas. Ziyofat qilsa ham bo'ladi. Bilasizmi, bizning dinimizda bir ajoyib amal bor. It'omut taom deydi. Ochlarga taom berish. Men qurbonlik ziyofati berayotgan odamlarga aytaman. Shu ziyofatni beryapsiz-a, osh qilasiz, dasturxon qilasiz, qancha pul sarf qilasiz. Biz u joyga kiramiz, shu qurbonlik yegani, bilasizmi? Biz o'sha vaqtda go'shtni ko'rsak, ko'nglimiz aynaydigan darajaga borib qolgan bo'lamiz. 8-qurbonlikdan keyin kirayotgan bo'lamiz uyingizga. Shu ishda savob bor. It'omut taom deb taom yeydan mana bu yerda qonni achishib ketayotgan odam bor-ku, ochlikdan. Shuni aytadi. Shu ishni qilib savob oling. To'q odamga taom bersa savob bo'lmaydi. 100% bilib oling shu narsani. To'q odamga taom bersa savob bo'lmaydi. To'q odam taom yesa harom ish qilgan bo'ladi. Fiqh kitoblarimizda turibdi shu masala. To'q odamni ustiga taom yeyishligi harom. Men sizga aytaman, qo'shnilaringizni surishtirib ko'ring-ya. Hozir go'sht qimmat. Hayit arafasi yana ham qimmat bo'lsa kerak. Siz hozir savdogarlar narsani arzonroq paytda olib qo'yinglarda, bir to'ydek bo'lsin, qurbonlik kunlari arzonroq soting. O'sha o'zini narxida sotib beravering. O'zingizni kimligingizni bildirib qo'ying. Islomning go'zalligini ko'rsating. Bozorga borgani qo'rqib ketasiz, hayit kunlari narsalar qimmat bo'lib ketib qoladi. O'sha hozir go'sht qiyinchilik qimmat bo'lib turganda, bir haftada yo yarim kilo yoki 1 kilo go'sht olayotganda, undan ko'ra go'sht olmasdan non olib yegizay bolalarimga deb turgan paytda siz o'sha qurbonligingizni go'shtdan 5 kilo olib kirib berasizmi bitta qo'shningizga? Bilasizmi qanchalik xursand bo'ladi? Bitta odam shu xursand bo'layotgan odamgachi siz 1000 ta odamga ziyofat berib topolmaysiz. Chunki hech qaysi xursand bo'lmaydi uyingizga mehmon kelayotganlar. Biz o'zimiz kiramiz-ku. Haligi odamchalik xursand bo'lmaydi. Tamam? Kimki bir kunli buzuqni xotirin shod aylagay, oncha bor kim Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay. Bitta ko'yni buzuqni xotirini xursand qilsa, ko'ynini olsa, shunchalik bo'ladiki, Ka'ba buzilib ketsa, uni boshqatdan bitirib qo'ysa, shunchalik savob olasiz. Men odamlarga targ'ib qildim. Sizlarga aytayotganimdek, shunaqa qilinglar. Desam, ular ikkilanib qolishdi, qanday qilsak bo'ladi, nima qilamiz? Keyin biz reja tuzdik. Kelinglar, bunday qilamiz. Bizda eslaringda bor, ro'yxatimiz bor, yetim bolalar haqida. Menga odamlar kelishib, men bitta qo'y so'ymoqchiman. Ismim falonchi, otamning ismim falonchi. Mana shu pulni siz olingda meni nomimdan qurbonlik so'yasizmi?
Men uni oldim. Bitta, ikkita, uchta, 10ta. Hozir bizni ro'yxatimizdagi 170 ta bolaga o'rtacha 8 kilodan to'g'ri keladigan go'shtimiz bor. Bitta oilada 4 ta bola bo'lsa necha kilo bo'ladi? Biz o'sha odamga aytmoqchimizki, mana bu 1 kilo go'sht sizga. Sizni bizda yana 31 kilo go'shtingiz bor. U saqlagani qiynaladi, biz muzlatgichlar gaplashyapmiz, o'sha joyga qo'yib, har juma 170 kilo go'sht olib o'sha yerdan shu oilalarga tarqatmoqchimiz. 30 haftaga yetadigan yoki 25 haftaga yetadigan odamlarga go'shtimiz bor. Qanaqa odamlar? O'sha go'sht yeyolmayotganligidan ozib ketgan, ranglari oqarib ketgan yetim bolalar bor. Men kecha bozorda bitta bolaga oyoq kiyim olyapmiz. Bolam nimaga oyog'ing bunaqa desam, 3 yildan beri bitta patinka kiyganidan oyog'i qiyshayib ketib qoldi. Unga oyoq kiyim sig'dira olmayapmiz. 3 kun, 4 kungacha haligi oyoq ko'zimga ko'rinaveradi. Ko'zimni yumsam haligi oyoqni ko'raveraman. Shunaqa odamlar bor. Sizni bolangiz unaqa emas-ku, a? Sizni bolangizda 4 ta 5 tadan oyoq kiyimi bor, bittasini kiyib, bittasini yechib, bittasini kiyib, bittasini yechadigan. Agar shunaqa oyoq qiyshayib yetayotgan qo'shningiz bo'lsa, sizning hayotingiz yaxshi emas. Qilmoqchi bo'lsangiz o'shalarga qiling. Menga o'xshagan mana yerda hoji buvamlarga, boylarga taom berib savob olmaysiz hech qachon. Agar qo'shningiz shunaqa oyoq qiyshiq bo'lsa, bitta patinkani 3 yildan beri kiyib, shularga qaranglar.